Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Bugungi mavzumiz tirik organizmlarning harakatlanishi. Harakatlanish nima? Harakatlanish bu tirik organizmlar tashqi muhit ta'siriga javoban yoki o'z hayotiy ehtiyojlari uchun harakatda bo'lishiga aytiladi. O'simliklar bir joyga birikkan holda yashaydi va passiv harakatlanadi. Ularning harakati asosan organlarga nimalar kiradi? Albatta, poya, ildiz, barg ushbu organlarning yo'nalishini o'zgartirishi bilan bog'liq. Hayvonlar faol yoki aktiv harakatlanish xususiyatiga ega. Ular muskul va tayanch harakat tizimi orqali harakatlanadi. Demak, harakatlanishning qanday ahamiyati bor hayvonlar uchun? Oziq topish. Hayvonlar oziq-ovqat va suv manbalarini izlab topadi. Himoyalanish. Yirtqichlardan qochish, xavf-xatardan yiroqlashish va qulay yashash muhitini tanlash imkonini beradi. Ko'payish. Hayvonlar o'ziga juft topadi, o'simliklar esa shamol yoki hayvonlar yordamida urug' va changlarini tarqatadi. Passiv harakatlanish. O'simliklar misolida tanishib o'tadigan bo'lsak, o'simliklar yorug'likni ko'proq qabul qilish uchun barglarini quyoshga buradi va ildizlarini suv bor tomonga chuqurlashtiradi. Ushbu rasmda demak harakatlanish dunyosi hayvonlarning faol harakatlari hamda o'simliklarning passiv harakatlarini kuzatishimiz mumkin. Keling, video darsimizning ushbu qismida kanalimizning rivojlanishi uchun obuna bo'lib keting, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib keting dars haqidagi va like bosib qo'yishni unutmang. Davom etamiz. Taksis bir hujayrali sodda organizmlarning bakteriyalar, o'simlikning jinsiy hujayralari misollar keltirilyapti. Tashqi ta'sir yoki kimyoviy moddalar va kislorod ta'sirida manbaiga qarab ijobiy taksis yoki undan uzoqlashib salbiy taksis yo'naltirilgan holda harakatlanishidir. Yashil evgelinia va xlaminomonada kabi organizmlar xilchillari yordamida yorug'likka harakati fototaksis deyiladi. Musbat taksis. Agar organizm ta'sir qilayotgan tomonga harakatlansa, bunga musbat taksis deyilar ekan. Misol uchun xlaminomonadaning harakatini olishimiz mumkin. Manfiy taksis aksincha omil ta'siridan uzoqlashsa, bunday taksis holatiga manfiy taksis deb aytilar ekan yoki bo'lmasa oddiy amyoba. Oddiy qilib aytganda o'sha quyosh nuriga yorug'likka nisbatan xlaminomonada yorug'likka tomon harakatlanadi, musbat taksis. Oddiy amyoba esa yorug'likdan qochadi, yana qorong'ulikka qarab qochgani uchun manfiy taksisga misol qilib keltirilyapti. Hemotaksis sodda organizmlarning kimyoviy moddalar ta'sirida harakatlanishi. Masalan, oddiy amyoba solingan suvga osh tuzi kristallari biroz tashalsa, u barcha soxta oyoqlarini yig'ib sharsimon shaklga kiradi. Bu holatni o'zini o'sha tuzning sho'r holatidan himoyalash ham olishimiz mumkin. Ushbu rasmga qaraydigan bo'lsangiz, yashil evgelinia hamda xlaminomonadaning yorug'likka tomon harakatlanishi keltirib o'tilgan. Bu rasmda birinchi rasmimizda oddiy amyobani fototaksis holati, ya'ni u yorug'likdan qorong'ulik tomonga tezlik bilan ketishini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi rasmda oddiy amyobaning osh tuzida ta'sirlanishi, ya'ni u yolg'on oyoqlarini yoki soxta oyoqlarini yig'ib yumaloq shakliga kirib olganligini ko'rishimiz mumkin. Bir hujayrali protoktistalar sitoplazma oqimi orqali paydo bo'ladigan o'simtalar. Amyobalarda xuddi shunday bir yoki bir necha xilchillar evgeliniyalarda va kiprikchalar infuzoriyalarda yordamida harakatlanadi. Sporalilarning vakillari parazitlik qilib hayot kechirishi tufayli harakatlanish organlari yo'qolib ketgan. Ushbu rasmda bezgak plazmodiyasi keltirilgan. Demak, ular parazitlik qilib yashaganligi hisobidan harakatlanish organlariga ehtiyoji bo'lmaydi. Protoktistalarning harakatlanish organlari amyobada soxta oyoqlar, yashil evgeliniyada xilchillar, tufelkada esa kipriklarni kuzatishimiz mumkin. Tropizm bu o'simlik organlarining tashqi ta'sirlarga, yorug'lik, suvning tortish kuchi va boshqalarga javoban muayyan yo'nalishda o'sishi va burilishi. Masalan, o'simlik ildizi yerga, novdasini esa yorug'likka tomon o'sishini olishimiz mumkin.
O'simliklarning o'sishiga yorug'lik, yerning tortish kuchi, harorat kabi omillar ta'sir etadi. Fototropizm. O'simlik poyasi va barglarining yorug'lik tushayotgan tomonga qarab egilishi. Poya yorug'likka intiladi, ildiz esa undan qochadi. Ushbu rasmda ko'rishingiz mumkin quyoshga tomon o'simliklarning egilib o'sishini yoki bo'lmasa xonadagi demak o'stiriladigan o'simliklarni qaraydigan bo'lsangiz, yorug' xona bo'lsa, o'sha demak quyosh tushadigan tomonga ancha qiyshayib qolib o'sganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu holat fototropizmga misol bo'ladi. Geotropizm yoki yerning tortishish kuchiga javoban o'sish. Urug' unib chiqayotganda ildiz har doim yerning pastiga, poya esa yuqoriga, ya'ni quyoshga qarab o'sadi. Aynan ikkinchi rasmimizda demak geotropizm hodisasi kuzatilgan urug'larning o'simlikning o'sishida. Zigmotropizm o'simlik organini qattiq jismga tegishi natijasida buralib, ilashib o'sishi. Masalan, ilashuvchi poyaga ega o'simlik gajaklari biron jismga tegishi bilan buralib o'sa boshlaydi. Masalan, tokda. Demak, tokning mana shu xususiyatidan foydalanib katta uzumzorlarni yaratish mumkin. Nastiya nima? Nastiya bu o'simlik organlarining barglarini yoki gulbarglarini tashqi muhit ta'siriga javoban yo'nalishiga ega bo'lmagan harakati. Fotonastiya bu yorug'lik intensivligining yorug' va qorong'uning almashinuvi o'zgarishiga javoban sodir bo'ladigan nastik harakat. Masalan, ba'zi o'simliklar kunduzi ochiladi, kun botganda yopiladi, qo'qo't va lola. Boshqa bir o'simlik kun botganda ochiladi, tongda yopiladi. Misol uchun nomoshomgul. Ushbu rasmda demak ertalab kun bo'yi nomoshomgulning yopiq turganligi gullarini, kechqurun va tunda gullarni ochiq holda ko'rishimiz mumkin. Lolada esa kunduz kuni ochiq, kechda esa yopiq holatda turishini ko'rishimiz mumkin. Hasharotxo'r o'simliklarda hasharotlarni tutishga moslashgan, shakli o'zgargan barglarning harakati nastiyaning bir ko'rinishidir. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shu ma'lumotlardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.